O'zbekistondagi o'rtacha tipik korrupsioner avval sudlanmagan 31-44 yosh oralig'idagi oliy ma'lumotli oilali erkak bo'lib, u rasmiy daromad manbaiga ega va ko'p hollarda rahbarlik lavozimlarida ishlaydi. Bu nima deysizmi? 2025-yildagi korrupsiyaviy jinoyatlar tahlili bo'yicha korrupsionerning kriminologik portreti. Uni Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi Kun.uz so'roviga asosan taqdim etdi. Agentlikka ko'ra 2021-yildan 2025-yilgacha bo'lgan davrda har yili o'rtacha 7000 kishi korrupsiyaviy jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilgan. Tahlillarga ko'ra, korrupsiya jinoyatlari ichida eng ko'p uchraydigan tur o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilishdir. Bu turdagi jinoyatlar umumiy korrupsiya holatlarining 33% dan ortig'ini tashkil etyapti. Ya'ni har yili o'rtacha 2,5 mingdan ortiq holat davlat yoki tashkilot mablag'larini ichkaridan o'zlashtirish bilan bog'liq. Undan keyin mansab vakolatidan foydalangan holda firibgarlik va mansab soxtakorligi keladi. Pora berish jinoyatlari esa umumiy holatlarning 13%ni tashkil etadi. E'tiborlisi, jamoatchilik eng ko'p muhokama qiladigan pora olish jinoyati statistikada nisbatan past ulushga ega. Har yili o'rtacha 200 nafar atrofida shaxs pora olish uchun javobgarlikka tortilmoqda. Korrupsiya jinoyatlarining asosiy qismi 31-49 yosh oralig'idagi shaxslar hissasiga to'g'ri keladi. 2025-yildagi holatlarga ko'ra, korrupsiya jinoyatlarining 67% aynan shu qatlam tomonidan sodir etilgan.